Tiguimizni boshlaymiz. 4 polosqa har turli tus oldim. Yeni shirinasi 5 santimetrdan oldim. Al uzunlig'i uzun 1 metr. 1 metrdan ko'p. Uzunroq qilib olaveramiz deb. O'sini barlig'ini bir-biriga o'slay tigib sig'amiz, bir-biriga qo'shib sig'amiz. O'sida bizga tigilgan poloska sig'u kerak. Buni tigib sig'dik bir-biriga qo'shib, endi barliq joyi tuzi bo'lsa, buni 4 etib qirqamiz. Sizni razmeringiz qanday? To'g'ri razmerda o'slay kelganingizga 1 и 4 sig'amiz. O'sini bitib, najirni qirqib olamiz. Mana qirqdik 2 1 4 endi o'sining betini bunday qaray qo'yib, bir-biriga betkestirib, mana o'slay betkestiramizda 4 chetni tigamiz. Mana 4 chetni tigib chiqdim. Endi bunday perpendikulyarni chiziq chizamiz. Mana bunday chiziq chizamizda qirqamiz. Mana qirqdik. 4 ga chiqdi. O'sini ochib tutib olamiz. Najarining tugasini yaxshilab. O'sini 4 chiqdi. Endi bularga tasavvur qilamiz. Quroqlar jasaymiz. Mana qarangizlar, o'sday yetib jasaymiz bo'ladi. Tegizda birinchidan qo'shasizlar, ikkinchidan qo'shasizlar. O'sday quroq soat qarangizlar ajamga. O'sday jasaymiz bo'ladi. Bunida birinchidan tegizda, ikkinchidan tegizda, uchinchi voy qo'shamiz. Mana qarangizlar, o'sday uzun yetib jasaymiz bo'ladi. Ko'rpishi немесе jastıq. Осылайда тік көрсеңіздер болады. Көп етіп осылай қырқып алып, әртүрлі етіп тігуге болады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздер де осылай тігіп көріңіз.